Hammaga salom. Bugungi videomizda bizlar bunga hozir YouTube'ga yozib ko'raman va shunga o'xshash cheatlarni ko'chirishni o'rgataman. Va sizlar shunday cheatlar bilan mazza qilib foydalanishingiz mumkin. O'rgataman va mazza qilib maroqli bilan cheatdan foydalanaman. Birinchi bo'lib Google saytiga kirib deltaxscooter.com deb yozib olamiz va bu yerdan Delta Xscooter'ni birinchisida va bu yerda qora bilan farqi bor va buni yozamiz va Delta Xscooter download yozamiz va yana bir marta yana yozamiz va qayta yuklab olishni yozamiz va ko'chishini kutasizlar. Men esa avvalroq ko'chirib bo'lganman. Shuning uchun uni ochib olaman va uni o'rnatishni bosamiz. Kutamiz. Va ko'chgandan keyin ochishni bosamiz. Va kutamiz yana. Va barcha fayllarga boshqarishga ruxsatni bosib va yana kutamiz. Va o'zingizga akkaunt ochib olasiz. Men akkaunt ochib olganman. Undan ko'pdan beri o'ynayman va sening akkauntiga kiraman men va men o'zimning akkauntlarim bor va shunga kirib olib turaman va 99 kun o'ynagilar kelsa shunga kirasizlar va qolganini kirib olamiz va shunday holda kelib oladi va bizlar kutamiz. Ochilguncha kutamiz va kutaveramiz va tezroq bo'lsin-da. Va buni yozamiz va o'zidan o'zi ochilib ketishi mumkin va bizlar bu yerda key qo'yishimiz kerak va shu ko'ndagini 2 marta bosishimiz kerak bo'ladi va bosamiz va yana bosamiz va o'zimiz bitta saytga o'tib boradi va bu yoqqa kirib please write yozamiz va yana bir marta yozamiz va sizlarda shunaqa kichkinagina uch burchagini yozasizlar. Men telefonim boshqachaligi uchun men boshqa narsalarni yozib yuboraman. Chiqib ketdi. Yozamiz ko'nglini va kutaveramiz va yana buni yozamiz va bu aylanib qoladi loading deb keyin kelsa bu yoqqa kiramiz. Keyin esa yana nima chiqib ketdimi? Va bu yerdan shunaqa so'roqlarni ustiga bosib chiqishimiz kerak bo'ladi. Va ustiga kirib chiqaveramiz va bittasi ochiladi va ularni hammasini yozib kutib chiqishimizga to'g'ri keladi. Va endi biz bularni kutamiz. Kutaveramiz va ular ochiladi va bizlar ochilishini kutib hammasi ochilgandan keyin unklikoni qulpi ham ochilib ketadi va avtomatik shuni yozamiz va hozir
Bittasi ochildi, ikkinchisi ochildi va uchinchisi ham ochildi va shuni ezamiz va kutamiz va bu tugmani kutib ezishimiz kerak va sizlar o'zinglarni kichkinagina uchburchaklarni ezishinglarga to'g'ri keladi va yana bir marta ezsanglar qatib qolib shunaqa narsa beradi va uni ulashga bosib va o'yindan chiqib ketamiz. Chiqib ketib keyin o'yinga kiramiz va 99 kunga kirib olamiz. Yana bir bor kutganimizdan keyin va bu yerga kirib olib shu narsani ezib olamiz va ko'nglini yana ezib olamiz va bizga bunaqa narsa chiqadi va uchishni o'rgatib qo'ysam bu yerda fly Weberni deb yozamiz va bu yerda eng pastga tushib Brookhaven fly Weberni ezib va uchib yursak bo'ladi bemalol va o'yinga kirib qanday narsa paydo qilishini ko'rsataman va bu yerda qanday narsa paydo qilishni o'z avtomatik o'rgatadi. Bu yerda ovoz eshitilmasligi ham mumkin. Ana endi shu paydo qilish usuli shu. Buni paydo qila olmaymiz. Hammani o'rnab ko'ray. Shu paydo qila olmaymiz va nima bo'ldi? Bo'ldi, hech narsa bo'lmadi. Va buni o'yinlarini kirib ochishimiz mumkin va ikkisini hech qachon ezmanglar. Uni o'rnida kattalashtirish va minus bor va ovqat paydo qilish shunday. Qaysilarni ezishinglarni tushunib olasizlar va avtomatik paydo qilish va narsa paydo qilish bo'ladi va avtoga kirasizlar va avto chesni mana uni ikkiga qo'yasizlar. Bitta o'chirsanglar sandiqlarni ochishni boshlaydi va qo'ng'iroqchalar keladi va bizlar avtomatik ochilib narsalarni joyga paydo qilishi mumkin. Qatiyap agarda sizlarning telefoninglar kuchli bo'lsa unchalik qatimaydi, kuchsiz bo'lsa shunaqa qatib turadi. Meniki kuchsiz emas, shunaqa emas, ba'zida qatib beradi va paydo qilaveradi. Ana hamyon paydo qildi. Kiyimlarni kiyib olib shunaqalarni olib hozir avtomatik daraxt chopishni ham o'rgatishim mumkin va avtomatik yoningizdagi bo'rilarni o'ldirish. Mana va avtomatik daraxt chopishga avtoga mayinga kirish kerak va yo'q, birinchi anaqani o'rgatdi, avtomatik o'ldirishni. Va menga anaqa kerak-ku, nima edi? Spear nayza. Hozir yana bitta yoqsam nayza spawn qilar. Spawn qilsa. Ana videoni qatib nayzani ko'rib oldim. Mana bu ham kerak emas, Strongax tushdi. Mana Strongax
Strongangiz kuchliroq bilsanglar va bu yerdan avtomatik o'ldirish uchun manga kirib Aurorani bosamiz va birinchida turgan kill Aurorani yozamiz va buni yopib qo'ygan holatda auto 3 ni yozamiz va avtomatik yoziladi va daraxtlarni avtomatik chopishga avtomatik daraxt chopish va katta daraxtlarni ham chopsa bo'ladi va bu juda ham ko'p vaqt oladi va shuning bilan o'rganib olgan bo'lsanglar videomiz shu joyda nihoyasiga yetdi. Like va obuna bosishlarni unutmanglar va bu yerda uchsa ham bo'ladi, lekin uchishga dabdala demoqchiman. Va daraxt chopish bo'lmaydi ham. Shuning uchun uchishni yoqmasdan ekan fly weberness bulutchaga kirib fly webernesslar va qanday bulutchaga kiraman desanglar, ana delta executorni yoqib qo'yishinglar mumkin. Men bu yerda flyni o'chirib qo'yay. Daraxt chopsam bo'ladi. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.